Qovg'a burchi vakillari, assalomu alaykum. Sizlar bilan Sulviya. May oyi basharati sizlar uchun. O'zingizni energetikangizga moslashga harakat qiling va biz boshlaymiz. Asosiy energetika, ogohlantirish kartalari va maslahat kartalari. Asosiy energetika. Siz qanaqadir ish bilan mas'ul bo'lasiz. Bu ishga anchadan beri o'ylov kiritgansiz. Buni javobgarligi juda ko'p bo'lishi mumkin. Qanaqadir hattoki davlat ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Balki davlat xodimlari bilan bog'liq qanaqadir asosiy bir ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Juda yirik planlar bo'lishi mumkin, proyektlar. Balki siz kimgadir murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda ozgina magiya bo'yicha ham ish ketmoqda, sehr jodi ham bu yerda natijalari bo'lishi mumkin. Balki kimdir sehr jodi qilayotgan bo'lishi mumkin. Balki siz o'zingiz shu niyatni qilayotgandirsiz yoki sizga qilishmoqchidir. Mana shu holatlar ko'rinmoqda har xil taraflama. Xo'p, munosabatlarni qaraymiz. Yolg'iz yurgan qovg'alar uchun nima kutmoqda? Hayotingizga erkak kishi kirib kelishi ko'rinmoqda, aniq, tez va birdaniga qanaqadir juda ham jiddiy xarakterga ega bo'lgan inson. Uchburchak holatida bo'lganlarga esa rasmiy qanaqadir ishlar bilan ovora bo'lishingiz ko'rinmoqda. Balki siz rasmiy nikoh qilishingiz mumkin yoki qanaqadir sizga rasmiy ishlarda yordam berishi mumkin. Oilalilar uchun esa oila munosabatlaringizga yangi rejalar kirib keladi, g'oyalar va o'sha g'oyalarni, niyatingizni amalga oshirish bilan ovora bo'lasiz. Bu sizning yaxshi ko'rgan insoningiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki sizni o'zingizni oldinga qo'ygan niyatlaringiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sizning insoningiz yordam beradi. Ish jarayonini qaraymiz. Vaqtincha ishlay olmaydiganlar uchun siz ish qidirayotgan niyatingiz ham yo'q, lekin sizga ish kelmoqda. Sizni o'zingiz sarmoya kiritishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz ishga olishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz ish topasiz va bu juda yaxshi moliya tarafdan yaxshi ish bo'ladi. Ish qidirayotganlar uchun sizda imkoniyat bor, ikkita ishga joylashish imkoniyati bor. Xohlasangiz eski ish joyingizda qolishingiz mumkin, xohlasangiz yangi ishga o'tib ketishingiz mumkin. Ikkalasi ham juda ham yaxshi daromadli ish bo'lib ko'rinmoqda. Endi yollanma ishchi bo'lib ishlayotganlar uchun sizning kollektivingizda juda ham ko'tarinki kayfiyat bo'ladi. Nimadirni nishonlash kutilmoqda. Balki bu yerda qanaqadir oylik to'lovlarni ko'tarish imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin yoki qanaqadir proyekt, rejali ishlarni tugallagan bo'lsangiz, shunga qo'shimcha daromad ishlab olishingiz mumkin kollektivingiz bilan. O'zini biznesi bo'lganlarga esa sizning biznesingizda biznes partnyor yangi imkoniyati bor. Yangi partnyorni topish, hamkorni topish. Bu hamkor erkak kishi bo'lishi mumkin. Yaxshi ta'minlangan va u sizga investitsiya kiritishi mumkin. Shunaqacha hamkorni topishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz o'zingiz shu hamkor bo'lsangiz, siz o'zingiz boshqa qanaqadir yaxshi boshqa kengayishni amalga oshirib, boshqa joylarga, kerak joylarga sarmoyalar kiritishga harakat qilishingiz mumkin. Va bu yerda siz ancha yaxshi daromadda pul ishlab olish imkoniyatingiz bor biznesda. Ham rivojlanasiz, ham sarmoya kiritasiz va ancha ko'p sarmoya ishlab olasiz. Sog'lig'ingiz jihatdan siz o'zingizni juda ham energichni, yaxshi his qilasiz. Ba'zi birlaringizda balki sizga hordiq chiqarishga sizning farzandlaringiz yoki nevaralaringiz yordam berishi mumkin. Sizning ko'nglingiz to'lishib ketishi mumkin. Xuddi yosh boladek balki xursand bo'lishingiz mumkin. Mana shu quyoshday porlanish yoki yosh boladek xursand bo'lishingiz sizni o'zingizni energiyangizga energiya qo'shib kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin va bu yaxshi taraflama sog'lig'ingizga ham ta'sir qiladi. Va bundan tashqari balki yoz vaqti qayergadir issiq joylargami yoki bo'lmasa dengiz joylariga borib dam olishni maslahat bergan bo'lardim. Moliya jihatdan moliyangiz har doimgidek barqaror holatda ketaveradi. Yaxshi ta'minlangan insonsiz. Siz o'zingizni pul jihatdan umuman hech narsaga muhtojdek his qilmaysiz. Ogohlantirish kartalarini ko'rib chiqamiz. Ogohlantirishda esa bu sizning statusingizga bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi qovg'alarda sizning yaxshi ko'rgan insoningiz bilan munosabatingiz birdan to'xtab qolishi mumkin va munosabatingiz yakunlanishi mumkin. Ishda esa hamkorlaringiz bilan munosabatingiz yoki bo'lmasa qanaqadir belgilangan uchrashuvingiz buzilishi mumkin. Karta maslahatlari: intuitsiyangizga quloq soling. Sizning intuitsiyangiz sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi.
hozircha ikkilanish hissiyoti bor sizda. Qanaqadir holatdan chiqib ketishga harakat qilasiz. O'zingizni o'sha chiqib ketish holatingizda e'tibor bering. Ko'p qayg'uga tushmaslikka harakat qiling. Hujjatlarga e'tibor bering, qo'l qo'yadigan hujjatlaringizda. Keyinchalik siz keyin tushkun ahvolda qolmasligingiz uchun. Umuman olganda, sizning may oyidagi bashoratingiz yomon emas. Iloji boricha ko'proq o'zingizni yaxshi kayfiyatda tutishga harakat qiling. Tushkun kayfiyatga tushmang.